Yine hammaya salom. O'zim aytib turgan ishimni kontent etib videoga qo'yacakman, xudo xolasa. Yana borgan so'ng ham men hozir Polshadaman. Polsha Respublikasida ishlab yuribman. Polning hammasini proyekt bo'yicha proyektdan chiqib bo'lsa, shu tartibda pojarniy lotoklarni kabel yuriydigan aytib turibman. Bu hozircha pojarniylerniki, liniyalarniki. Xudo xolasa keyin bundayki elektrichniy lotoklar, slabotочный lotoklarni ham ishlaymiz. Hozircha eng balandda aytiladigan bu pojarniy lotoklar hisoblanadi. Xo'sh. Hamma переход, tushish, chiqish hammasini strogiy proyekt bo'yicha aytilib turibdi. Поворот boshqa bir o'zim ishlab yuribman. Hech qanday brigadir, hech qanday boshliq bor. Endi shu bilan maslahat qilamiz, nedan ishlatish kerakligini. Polni shu bilan soglashib etib, kelishilgan holda ishlanadi. Şimdi Xudo xolasa Polsha Respublikasimi, boshqa yermi, umuman Yevropa davlatlarimi umrbod yurajak niyatim yo'q. Shuning uchun bu kontentlarni olib turganimiz sababi kelajakda Xudo xolasa O'zbekistonda o'zimning yurtimda ishlashni niyat qilib turibman. Xudo xolasa polni instrumentlar bilan proyekt bilan ishlash uchun bu kontentni olyapman. Hali ishimni davomida yana ko'p ishlar bo'ladi. Bunday Xudo xolasa bellarni chala bellani bu поворотlar yo'qadi. Поворот, соединительlar yo'qadi. Shuning uchun bellarni ishlamadim. Ham o'zgarish bo'ladi dedi bu yerda. Proyektda shu bilan qoldirib edim. Xo'p. Endi Xudo xolasa do poslayatib olamiz. Yine verine do, hali bu yerda hech qanday lotok yo'q. Do deyanim aytilmagan ishimiz. Inshaalloh Xudo xolasa bugun ertaga ishlayajak niyatim bor. Endi yana ishlardan ikki qo'yibman. Bana endi yana ketadigan ikki dana lotok giradi 100lik. Xo'sh, buni o'ynadim ishlab qo'yibman. Shu ishlarning hammasini polniy proyekt bo'yicha o'zim shaxsan ishlab qo'yibman. Har vaqtdan kelib